Assalomu alaykum. Havolchilar bormisizlar, omonmisizlar? Yana bir kun. Bugun havola avtosaloniga keldik. Bugungi sanamiz 29-dekabr 2025-yil bo'ladi. Xo'p, akalarimiz chaqirdi yana ukajonki, bizni qaysi kun ishlashimizni, nima bo'lishini biz necha kun dam olishimizni aytib yuborgan bularga deyishdi nasib bo'lsa. Qaranglar. O'zi bilsalaring, davlat ishida ishlayotganlarga 31-kundan 5-kungacha, ya'ni 4-kunda oxiri 5-kungacha dam olish kuni deb e'lon qilingan. Agar adashmaydigan bo'lsak, endi biz davlat tashkilotida ishlaymiz akalar. Eshitganlarimizni bilganimizni aytayapmiz, bilganimiz. Agar xato bo'layotgan bo'lsa, ma'zur tutasizlar. Bilganimiz shunday akalar. 4 kun 5 kunlik dam olish hurmatli prezidentimiz e'lon qilishdi. Nasib bo'lsa, endi bular nima bo'ladi akalar? Siz mashina olishingiz kerak yangi yilga. Bugun olishingiz kerak yoki yangi yildan o'tib olishingiz kerak. Qaysi kuni ish kuni bo'ladi, nima bo'ladi? Hammasini nasib bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Akam bemalol. Sizlarga ruxsat, klientlarimiz. Xo'p, bu tarafda bitta klientimiz, mana bu tarafda klientlarimiz akalar kelaverasizlar. Jamshid aka, xudo xolasa mana shu yerda bizni kutib turibdilar. Jamshid aka, assalomu alaykum yana bir bor. Charchamadingizmi aka? Savollaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? O'tirganingizdan xursandmiz. Rahmat aka. Hammamizga yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yil. Nima bo'lyapti akam? Havolda bugun 29-dekabr. Oldin aytib qo'yaylik. Bir xillar ukajon zavodni o'zidan olaman, Jizzaxni o'zidan olaman deb o'sha yerdan uzoqdan kelib avara bo'lishmasin debmiz aka. Shunday. O'tirishsin, ko'rishsin, vaqtini, kunini belgilaylik, o'sha kundan ish boshlansin aka. Qaysi kun dam olishlaring baribir. Endi sizlar ham odam, bular yakshanba kuni kelsangiz, yakshanba kuni obeddan keyingacha yerda bo'lishadi. Endi sizga hozir aytib o'taman, ish kunlarini 30-dekabr va 31-dekabr kuni ham ishdamiz. 1-yanvar kuni dam olamiz. 2-yanvarda yana ish. Akalar, bir yilda 365 kun bor. 365 kundan bir kuni dam, qolgan har kuni havoldagi Jizzaxdagiga ish. Ana sizga aka Terminator bu kuchinglar borga Terminator aka, ishoni. Voy. Akalar, Julion bor bu tarafda H9 bor, Dargo bor, M6, H6, ana va Wailing deymiz, pick-up hammasidan bor akalar. Jamshid aka, ichkariga marhamat. Bir gap aytaymi, shetda bitta aytib ketgan ichkarida davom etamiz. Akalar, bizdan xafa bo'lmanglar, shunchaki hangim mana qaranglar. Ana bu akamiz ishchimiz, Ilyor akam. Voy, bu akalar keldi ichkaridan salondan ko'rdi. Aka, qaysi ma'qul sizga? Mana bu ma'qul. Birinchiga o'tkazyaptilar. Chota nitoda bu. Unisiga o'ting debdi, unisidan olib boshqasiga o'tkazyaptilar-da. Ishlaringdami? Jamshid aka, siz ham ishingizmi? GMda qanaqa edi? Qo'shningiz mashinani ko'rib zakaz qilardingiz, kelsa olardingiz aka. Voy, qanaqa yana sharoit kerak sizlarga? Kelasiz, haydab ko'rasiz, ushlab ko'rasiz. Shunday pulni bersalaring, akalar 2 soat shunday nomlanga o'tkazib beradi, shunday haydab ketasizlar akalar. Shunday. Jamshid aka. Bu davrlar keldi. Mazza aka. Ana oldinga o'sha kutib yurur, boshqa narsa yo'q. Ana sizga bismillahirrohmanirrohim. Akalar, bu tarafni qani. Ana bizda administrator qizimiz ham bor. Xudo xolasa kelaverasizlar. Ishoninglar, uyushtirilmagan, tramvay keldi. Rozi bo'lasiz endi. Xo'p, akalar, H6miz bor, bu bitta Julionimiz bor, har doimgidek Dargo, H6, M6 hammasidan bor. Jamshid aka, odamlar aytishi mumkin-da, aka bir xil video bo'lib qolyapti deb. Qarang, bunday qilaylik, bittasini yaxshilab hisob kitobini chiqarib beraylik odamlarga. Bo'ldi, keling. Qarang, hozir hamma rasolchka bo'ldi. Xabaringiz bor, sizni ham endi ko'rsatyapsiz hammaga. Qaysi birini ko'rsataylik? Menga mana shu yoqoradi aka. Endi Julionga keladigan bo'lsak, hozir trendda. Menga mana shu yoqadi o'zi aka. Shaharda ham shahar bor, juda ko'pchilik mana shu Julion haqida. Birinchi ma'lumot berib o'taman, Julion avtomobili haqida. Julion avtomobilimiz 279 309 va 329 To'lov shartlari naqd, avtokredit bo'lib to'lash, bemalol leasing rassrochkalariga ham chiqarsangiz bo'ladi. Rassrochkasi xohlasangiz, qora ro'yxatda bo'lsangiz, misol uchun qanaqadir через bank chiqara olmay qolsangiz, sizga leasing yordam beradi. Agarda xohlasangiz, bizda через bank chiqadigan rassrochkamiz bor. Unga ham to'lov shartlariga o'xshab o'ziga mos chiqadi. Qarang aka. Bu hozir ko'rib turganingiz aynan 3-paytasi bo'ladi. 329 million 900. Bonuslar bormi? Bonus cheksiz aka, 31-dekabrgacha. 31-dekabrgacha bonus. Ana va nima edi? Chorniy pyatnitsa bularmidi? Shunday. O'shanaqasi bor hali ham bizda. Bo'ldi, qaranglar akalar. Julion, Jamshid aka, men kredit olamayman aka. O'zini bo'lib bersa nima? O'zini pulini bo'lib berishga qilaylik, gaplashaylik. Qarangda, endi bir gap. Nimaga pulim borligini bilasiz. Cobalt olmayman. Menga Julion ma'qul. Ha, vidi bor, balandligi bor aka. O'shani pulini 100% pulini bunga beray. Ya'ni 50% bo'ladimi shunda? Adashmaydigan bo'lsam? 50%, 60% pul yetadi. 50-60% bo'ladi. O'shanga hisoblab bering aka. Yarim pulini beray, yarim pulini bo'lib berishga qilib bering aka. Nima bo'ladi? Bo'ldi. Agar 50% to'laydigan bo'lsangiz, bu avtomobilimiz o'zingizning nomingizga hech qanaqa penalarsiz
18 oyga chiqarib beramiz. Mhm. Agar siz 60% ni to'laydigan bo'lsangiz, 2 yilga chiqarib beramiz. 2 yilga. Hech qanaqa foizlarsiz, peniyalarsiz bo'ladi. Misol uchun ozroqgina pulim yetmay qolsa-chi aka? Ozgina pul yetmay qoladigan bo'lsa, Misol uchun 70% ni to'ladi deylik, taxmin. aha, 70% ni to'ladingiz. Unda уже sizga 3 yilga chiqarib beramiz. 3 yilgacha 3 yilga o'zini chiqarib pulini bo'lib beramiz. berishga. Voy, aka, mazza-ku, ha? Mana sizga akalar bozordan men to'g'ri bozor, otang bozor, onang bozor deymiz baribir. Salondan pachka mashinani minishdi, baribir gashti boshqa. Endi bilasizlar, sizlarga o'rgatish shart emas. Demoqchi bo'lganim mana akalar, mana qarang. O'tirasiz. Yangiga nima yetsin? Voy, gaz desangiz gaz deydi. Ana u elektrikasini ko'rsatishim kerak, gazini ko'rsatishim kerak, unisini ko'rsatishim kerak demaysizlar. Ana. Yangini olasiz, hech qanaqa xarajatsiz binasiz. Faqat bitta nosa akalar o'sha yetmagan pulni to'lab yurasiz maydalar. Shunday. Qarang aka, salonni rangini ham tanlasangiz bo'ladi, imkoni bor. Xohlasangiz qora salonda interyeri, xohlasangiz oranjiy qilsangiz bo'ladi bemalol. Ustini rangini aytasiz, ichini rangini aytasiz, aka, to'lov shartlari ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Jamshid aka, o'tgan safar anoni ko'rsatganimizda Matvi bo'lsa 10 million qimmat bo'ladigan deysiz. Shunday. Bularga Matvi chiqarkanmi? Endi balkim sizlar baribir Bo'ladi. xabardor bo'lasizlar. 5 xil rangi bor. Oqi, qorasi, seri rangi bor va qizil, ko'k ranglari mavjud. Aha. Endi hozirda O'zbekiston sharoitida bilasiz o'zingiz, qora yoki oq yoki seri olishadi. Ko'pchilik. Quyosh issig'i bizda. Narxiga umuman ta'siri yo'q. Ta'siri yo'q. Ichini rangini tanlasangiz ham interyerini, xohlasangiz ustini rangini. Shunda aka 50% pulini to'lasam 50%. 18 oygacha, 18 oyga. 70% ni to'lasam 3 yilgacha. 3 yilgacha. Agar 60% ni to'lasam 2 2 yilgacha. Xohlang aka, endi bir xillarni misol uchun puli yetmaydi rassrochkaga olishga. Agar unaqa bo'ladigan vaziyatda biz sizga yana bitta variantimiz bor. 30% to'lab 12 oyga edi. Endi 18 oyga bo'ldi. 30% ni to'lab 18 oyga bo'lib to'lashga. Hattoki 25% boshlang'ich to'lovni qilib 12 oyga olib chiqib ketsa bo'ladi yoki 30% ni to'lab oldin 12 oy edi. Ha. Endi yangilik aka 18 oyga bemalol olsangiz bo'ladi. Jamshid aka, hozir nima undaman 50 million to'lasam 18 oyga beryapsiz menga? Sizga bo'lib to'lashga qilib beramiz 18 oyga qolganini. 1 yil, uni ham 2 yilga qilib bering. 2 yilga qiladigan bo'lsa 50% ni to'lab turib yoki 45% ni qiling. Men sizga Hozir shunda klientlarda mijozlarda o'ylab 30% to'lasa ham 2 yilga 18 oyga qilib beryapsizlar shunda. qilib beryapmiz. Faqat o'sha boshdan 25-30% to'laganga bor faqat. Oldin 25% boshlang'ich to'lov bilan 12 oyga olib chiqib keta olmasdik. Rassrochka qilib. Hozir shunday imkoniyat ochildi. 25% to'lab 12 oyga. Agar 30% qilsa 18 oyga, 45% qilsa уже 2 yilga aka. Tushunarli. Imkoniyat уже ochildi. Qarang, hamma mashina shunaqami? Yo'q. Hozirgi kunda aynan Julionga katta aksiya. Julionga aksiya Katta boshlandi. aksiya, Ha. Tushunarli. Bu talab kuchaygandan, Talab kuchaygandan, trendda bo'layotgani uchun. trendda bo'ladigan uchun qilinyapti. Klientlar o'ylagan holatda har doimgidek. Bo'ldi. Jamshid aka, nima bonuslarimiz bor? Aytilishi mumkin bo'lganlarni aytasiz. Bo'ldi. Bonuslarni iloji boricha hech kim bu avtosalonda xafa bo'lib ketmagan. Nima desam, misol uchun tonirovkasi, ichidagi poligi, radiator setkasi, paroklari, hamma narsa bonus. Xudo xolasa. Xudo xolasa 31-dekabrgacha hammani kutib qolamiz. Xo'p, Jamshid aka, shunda haftada bir yilda bir kun dam olishmi? 1-yanvar kuni kelmaylik, kutmaymiz bizni. Shunday, 1-yanvar kuni. 2-yanvar kuni soat 9:00 dan ish. 9:00 dan ish. Mana sizga. 9:00 dan 8:00 gacha. Kechki soat 20:00 gacha. Akalar, Jizzax Havol adreslarni tushuntirib o'tadilar. Jamshid akam o'zi adresni tushuntirasizlar, keyin qolganini tugatamiz aka. Adresni ayting. Bizda avtosalonimiz Jizzax Havol avtosaloni, Jizzax shahar, Buyuk Turon ko'chasi 8 joylashgan, mo'ljal eski Maraz Zakirov litsey yonida 9 dan 8 gacha ishlaymiz. Bo'ldi, xudo xohlasa. Barchani kutib qolamiz. Har doimgidek Havolchi aka, ya'ni Jamshid, o'zimning telefon raqamim 50lik 999 88 80. Aloqada bo'lamiz 24 ga 7. Ishoning, kecha soat oldingi kelgan paytingiz, video qo'ygan paytimiz soat 1 da chiqdi. Mijozlarimizga. Kechqurun soat 1 da. Unda ham ko'tarib, hammasini tushuntirib qo'ydik. Bo'ldi. Ostakani ko'rib telefon qildim dedi. Akalar, sharoitga qarab telefon qilaverasizlar. Bosinglar.